xil unitas va ikkitasi birdan rakinani ko'rib chiqamiz. Birinchisi T130 model. Ko'rinishi noodatiy dizayn. Krishkasi duraplastdan ishlangan, avtostopli. Xohlasangiz ham qattiq yopamiz. Ikkinchisi high-tech ko'rinishdagi T152 model. Bunda ham duraplastdan ishlangan mustahkam krishka. Yana bitta qulayligi, plankasi kesilgan. Xohlaganingizcha o'rnata olasiz. Uchinchisi noodatiy. Ham chashagin, ham unitas. Modeli T136, chuqurligi 30 cm. Xohlasangiz bunaqasiga o'tirsa bo'ladi. Sideniyasi oson yechib taqiladi. Uchala unitazga marginal mexanizm qo'yilgan, uzoq yil xizmat qiladi. Asosiysi o'tirganingizda suv sachramaydi. Va ikkitasi birda bo'lgan rakina modeli 121. Mana ko'rib turgan hamma narsasi ichida chiqadi. Smeysiteli va yana bitta smeysiteli, ikkita sifon. Xullas olib borasiz, o'rnatasiz. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Har doimgidek Nero faqat sinalganini tavsiya qiladi.